Bir kishini avtomashinasini o'g'irlab ketishibdi. Oradan 3 kun o'tgach, avtomashinani qayerdan olishgan bo'lsa, ana shu yerga tashlab ketishibdi va bir xatcha qoldirishibdi. Xatda shunday yozilganmish: aka, ayolim homilador edi, birdan to'lg'oq tutdi. Shuning uchun avtomashinangizni olishga majbur bo'ldim. Mana qaytarib olib keldim. Bak to'la benzin. Rahmat tariqasida sizga teatrga 2 kishilik chipta qoldirdim. Kerak bilan tusharsiz. Kishi ayoliga bo'lgan voqealarni aytibdi va spektaklga borishibdi. Spektakl tugagach, uylariga qaytib kelsalar, avtomashinani o'g'irlab ketgan o'g'irlar uylarini o'marib ketishibdi va devorda bir yozuv qoldirishibdi. Qalay? Spektaklim yoqdimi?